Hech menga videorolikni yaxshi kelibdilar do'stlar. Va do'stlar meni qaranglar, men boydan beri shug'ullanib o'tiribman. Va okey. Hop, mana bu yerdan chiqsak bo'larmikan? Ha, yaxshi. Hoppa. Ua! Oyog'im. Do'stlar, nimaga men shug'ullanyapman? Mabodo bizning qishlog'imizga zombi bombalar kelib qolsa, men o'zimning kamonchilik mahoratimni ko'rsaman do'stlar. Buni qaranglar. Hoppa. Yaxshi do'stlar, mana uzoqdan tepadan do'stlar, mana tepadan ko'ramiz bolalar. Juda ham bo'ruman, juda ham xursandman chunki menda gamon bo'laman, Lyuboyni yorib qo'yaman do'stlar. Shu masalani qaranglar hozir. Voy, to'xtanglar do'stlar, saladashdim. Hoppa, ko'rdinglarmi? Men vayshi bo'ru, to'g'risini aytsam, sizlar meni bilmasdinglar va men nima desam bo'ladi? Robin Goodman deydilarmi? Voy do'stlar, hozir okey. Hoppa. Yaxshi, qani endi Voy do'stlar, sal qoldi. Qani do'stlar, buni qaranglar. Buni qaranglar, qanday zo'r. Va do'stlar, buni qaranglar. Men sizlarga bitta gapim bor, aytishim esimdan chiqdi. Qishloqqa do'stim qanaqadir sabab qamalib qoldi. Eng qizig'i, bu qamalishiga sabab men aybdorman. Chunki men o'zimni pullarimni o'tgan safar merol qo'ygandi va bankka borib o'zini hisobiga solib qo'ygandi va men u pullarni olgandim, o'zimni pullarimni. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda $100,000 ga yaqin pul bor, lekin eng qizig'i do'stlar, bu yerda vobshetam 100% merda aybi bor. Mana umuman aybim yo'q. Va hozir mana sababini ishonmasanglar, mana bu kishidan so'raymiz. Janob, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, bu nima sababdan qamaldi? O'tgan safar boya so'radingiz-ku. Yana so'ray, iltimos, men bu obunachilarimga juda ham qiziq. Blogermisiz? Shuni aytsam bo'ladi. Qaror chiqaring. Bu yerda bu qishloqning aybi $100,000 o'marilgan. Naqd $100,000. Qayerdan? Bankdan. Mana shu qishloqlaringizdagi merda hisobidan o'marilgan. Mana sherigini bu qishloqning aybi $100,000 o'marilgan. Naqd $100,000. Qayerdan? Bankdan. Mana shu qishloqlaringizdagi merda hisobidan o'marilgan. Mana sherigini topa olmayapmiz hali ham. Albatta siz emasmisiz? Yo'q, men buni sherigi qanday bo'laman? Bu 2 kishi borganda. Ha, 2 kishi bo'lib borgan. 2 kishilikni qanday bildingiz? Mana sherigi deyapsiz-ku, sheriklari deganingizda 3 kishi, 4 kishi bo'lishi ham mumkin edi. To'g'ri aytyapsiz. Qarorchi, mana shunaqadir moqta biz sherigini ham topsak, mana shuni qamab qo'yamiz. Qancha yil bu? Ko'p emas, atigi 10 yil. 10 yil. Voy do'stlar, 10 yilini $100,000 ga almashgan do'sting. Lekin do'stlar, eng qizig'i, bu qishloqqa umuman aybi yo'q edi do'stlar. Umuman aybi yo'q. Bu qishloqqa atigi menga yordam bermoqchi edi va mana shunday ahvolga qoldi. Voy, yaxshi meni bilishmayapti do'stlar. Ishonmasanglar, mana ko'rsaman, bu yo'lda kam pul aldayapsan deydiganlar uchun. Mana pulni ham o'g'irman, bilmayman. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, bu yerda juda ham katta summa bor do'stlar. Lekin to'g'risini aytsam, nima desam bo'ladi? Meni bilib qolishlari ham mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak do'stlar, mana shu yerga solib qo'yadi do'stlar. Okey, ko'rmaslik kerak do'stlar. Ko'rinib qolsam men ham fosh bo'lib ketishim aniq do'stlar. Okey, asta. Hoppa. Yaxshi do'stlar, endi buni yopib qo'yamiz. Okey, mana do'stlar. Kimdir buzsa ham mana ko'rinmaydi do'stlar. Kimdir buzsa ham mana ko'rinmaydi. Lekin do'stlar, men juda ham yomon ish qildim. Va hozir bu nima desam bo'ladi, soatga qarab o'tiribdi. Menimcha tushlik qilgani ketadi. Ha, tushlik vaqti ham bo'lib qoladi. Tushlik qilgan ketgan payt qishloqi bilan maslahatlashib olamiz do'stlar. Yaxshi do'stlar, qaranglar, men hozir qochib ketishni rejalashtiryapman. Kim bilan? Men do'stim bilan qochib ketmoqchiman. Mana do'stlar, qaranglar, hamma narsa kemping, nima desam bo'ladi. Qochib ketish uchun narsalar bor va yashash uchun. Ya'ni qanaqa yashash uchun do'stlar? Hop, non olish kerak, hop, bular обязательно kerak bular ham va okey, bu ham kerak do'stlar. Bu pullarni ham olay. Do'stlar, qanaqa qochib ketish do'stlar? Shuni o'rmonga 1-2 kun yashab qolamiz. Chunki do'stlar, to'g'risini aytsam, hozir bu yerga qolish xavfli bo'lyapti. Meni ham olib ketishi mumkin bular. Har nima kutsa bo'ladi ulardan do'stlar. Hop, yana ikkita narsa sig'ar ekan. Yana nima bor deya buni solamiz. Yaxshi, va buni hop. Mana gitara ham olganim yaxshi, zerikmaslik uchun va kamollarim. Hop, mana bular va yaxshi. Va do'stlar, mana izdan chiqib ketib qolyapti do'stlar. Men pullarimni olishim kerak do'stlar. Chunki hoppa.
Hop, ikkita, hop, mana bu ichkaridagi pullarni ham olish kerak. Chunki do'stlar, hozir biz ketganimizdan keyin uyimni 100% tintuv qilishadi va qishloqqa nima desam bo'ladi, qishloqning sherikligimni bilib qolishadi. Shu sababdan hozir tezroq bo'lganim yaxshi do'stlar. Okey. Hop. Mana bunday hop hech kim ko'rmayapti degan umiddaman, ko'rmasin ham. Hoppa. Hop, yaxshi. Okey, hop hech nima qolmadi. Voy. Asta do'stlar. Okey. 2 3 4 5. Короче, hop, bularni ham solib olish kerak do'stlar. Mayli, invertarim yaminib turgani yaxshi. Va, hop, mana bu pullarni ham bor do'stlar. Do'stlar, вообще-то men o'zimni pulimdan qo'rqqanligim sabab, chunki bular bilib qolishi mumkin. Merda puli deb o'ylaydi bular. Chunki mer o'zi qo'li bilan topshirgan. Böyle do'stlar pullar. Okey. Hop, birinchi o'rinda do'stlar, hop, u ketganmikan, do'stlar? Boya lekin ko'rdim, u ketgan bo'lishi kerak lekin adashmasam. Hoppa. Va, ketibdi do'stlar. Va, qishloqqa. Madisani, iltimos menga yordam ber, Sharqis. Senga yordam beraman, men hozir qochib ketishni rejalashtiryapman. Rostdan, bizani yana topishi mumkin ular. Bilmayman, lekin bir nima qilib qochib ketsak bo'ladi. Yo'q, qochib ketib bo'lmaydi. Qanday qilib qochib ketasan? Qishloqqa o'zingni bos, bunaqa shokka tushma. Sen meni sherikligimni bilib qolsa bilasan nima bo'ladi, sen ham ketasan. Sen ham uying meni uyimdek bo'lib qoladi. Bilaman, qishloqqa o'zingni bos, bo'l hozir. Voy, men kelib qoldim. Ana, Ey, nima qilyapsan bu yerda? men qishloq bilan gaplashayotgandim. Nima? Ko'rmaganmisan, mahbus bilan gaplashish mumkin emas deb. Buni qarang, buni dajmini kallasida qilib qolyapti. Bunga bir nima qilish kerak, buni qarang, yana qilib qoldi. Yordam. Yo'q, вообще-то yordam emas. Uyingga kir, davay. Hop, mayli. Chiqayingni ko'rmay. Voy, do'stlar, buni qaranglar nima qilganini. To'g'risi bilmadim do'stlar. Okey. Do'stlar, bilmadim, uni qaranglar o'tirib olganini. Voy, do'stlar, bir nima qilib qochib ketmasak bo'lmaydi. Qishloqni ham olib ketishim kerak deman. Hop, orqadan men buni tutsammikan? Ha, shunday qilib qochib ketamiz. Va, hop, ishtimam qolib ketmadimi do'stlar? Menimcha ishtimam qolib ketmadi. Okey, hop, to'pponchalar va okey, bu hammasi joyida. Ana endi hozir qishloqni olishim kerak. Hop, yaxshi, asta o't olish kerak. Buni qaranglar do'stlar, qo'ng'iroqchasi ham bor. Bu degani do'stlar, bironta favqulodda holat bo'lib qolsa, qo'ng'iroq qiladi va juda ham ko'p armiya kelishi mumkin. Shu sababdan asta. Okey. Hop, yaxshi. Qishloqqa. Ana, Sharqis, yo'q. Jim, nima tiydirsiribsan? Jim o'tir, bilib qolishi mumkin. Bo'la. Qaraman, biz qochib ketamiz, tushundingmi? Nima ketamiz? Qo'rqmayaptimi? Sen unga qarab tur, hopmi? Nima desam bo'ladi? Qarab har nima bo'lishi mumkin. Hop. Bas. Mana. Ker mana. Kelyaptimi? Yur, qochishimiz kerak, bu qaytarib qo'yib qo'yay. Yur, ketdi. Qayerga? To'g'ri yuraveray, boshimiz oqqan tomonga ketaveram. Mam, ovoz eshitilyapti. Do'stlar, qanaqadir ovoz eshitilyapsizlar, eshityapsizlarmi? Qoch. Qochyapman, nima signalizatsiya bo'ladimi? Yo'q, qaqda bilmayman lekin signalizatsiya bo'lishi ham mumkin. Hop, bo'ldi, davay, let's go. Do'stlar, buni qaranglar, вообще nimalar bo'lyapti, o'zim ham bilmay qolib. Qishloqqa qayerlarga ketib qolyapsan? To'xtaman, sendan tez yugura olmayman. Men qochish bo'yicha ekspertmisan? Ha. Davay, yur. Hoppa. Voy, tushib bitardim, qayerlardan yuribsan? Bilmayman. Yur, qayerga tunaymiz? Voy, suv bo'ldi usting. Yo'q, ustolar bashda boraman. Men bu yerga qolmayman. Qishloq to'xta. Nima? Men bu yerga qolmayman, ana yo'qqa boraylik. Yo'q. Do'stlar, men qaranglar shunchalik tez yurishini. Voy, tushunmadim nimalar bo'lyapti. Juda ham ochiq joyga to'xtadik. Juda ham ochiq joyga to'xtadikda. Nima qilmaydi? Bizani ko'rsa qochib ketishga imkonimiz bo'ladi. Buni qaranglar, daraxtlarni. Daraxtlar ozroq o'sishi mumkin, lekin har bir tomondan yaxshi, lekin har joyda urib olishi mumkin. Nima qilmaydi? Gapni quloq sol, mani o'zim yeb darbash bo'laydi. Hop, ungacha men narsalarimni qo'yaveraymi? Voy. Qani, meni endi oddiy qishloqmi? Hech qanaqa o'g'ri emasman.
O juda ham ajoyib. Shunaqa juda ham men xursand bo'ldim. Sal uchun men xursandman. Aha, juda ham san shuna ham xursandman. Axir bo'lmasa men hozir narsalarni qo'yishim kerak do'stlar. Hop, birinchi o'rinda do'stlar nimalarni olish kerak? Men bularni olish kerak do'stlar. Va gitaralarni chalib o'tiramiz. Hop, mana bu pullarni va mana bunaqa narsalarni qo'yganimiz yaxshi do'stlar. Hop, mayli bo'lmasa do'stlar. Vosh xursandsan. Aha, juda ham xursandman. Senga juda ham katta rahmat shahringiz bilardim sen shunchalar sadoqatli do'st ekanligingni. Aha, mayli. Shunchalik xursand bo'lish shart emas, lekin hali xursandchilik oldinda. Okey, hop, voy, nima aytangani olyapman, tushunmadim nima bo'lyapti. Bo'lmasa mana bu yerda sharoit bilan qo'l uchun. Voy. Tibon buyurun tushganmi? Sen ketoraylik. Hop, bo'lmasa mana yana shunday qurdimmi do'stlar? Qanaqa Tibon buyurun tushganmi? Ketomman, Chouamini chopdi. Dedimdim. Mana shunday bo'lim. Va mana bu yerda sen Chiqay o'tirasan. o'zig'im. Mana shunchalik kattaman. Yo'q, yotishing ham mumkin-da, bunchalik ana tushunma. Okey, bu yerga mana buni qo'yamiz. Va hop, chodirlarimizni ham qo'yib olishimiz kerak bolalar. 11 bo'ldi. Okey. Qizil berdi Chouaminiga. Okey. Hop, ana do'stlar, hop. Chouaminiga qizil berdi. Va bittasi Yuriyamizlar Mashina baxshlansin. yoqimda. mana bu yerga mana qo'yaman. Hop, mana bu ikkalamizga ham mana u tushadi va hop, David mana bu Alaba. yerga. Uy. Okey. Hop, mana bu Chubur topdi. Hop, mana bu hammasi joyida bo'ldi, chik bu. Nima qildim? Hoppa. Amayli, mana shu mana bu turadi, biron nima bo'lib qolsa, va do'stlar eng birinchi o'rinda men bilan. Do'stlar, hoppa, yaxshi. Hoppale. Hoppale, kim kelib qolsa, ayiq-payiqmi nima deydilar. Kimdir kelib qolsa shuni ushlab oladi. Do'stlar, juda ham ajoyib narsa bu. Hop, bu yer ochiq qoldilar. Bu yerga nimani qo'ysam ekan? Okey. Ha, bo'lish. Yo'q, hech nima kerak emas do'stlar. Qolganiga mana bu yerda gulxancha yo'q qolamiz edi, mana bularni pishirib o'tiramiz, marshmellowlarni. Va endi qo'shiqchani chalib o'tiramiz. Ya, bo'ldi. O do'stlar, bugun sizlar bilan men shahs bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr do'stlar. Bunda kelib ham qolishi mumkin, har nima bo'lishi mumkin. Shu sababdan har nimaga tayyorgarlik ko'rish kerak do'stlar. Men bu ham juda ham shubhali do'stlar. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men shahs bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr aytgancha do'stlar, men Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va meni videoimni chopadiganlarga bitta gapim bor. Amayli.